Havolar bugun sancha sovib qoldi. Assalomu alaykum ahli YouTube. Mana bu joyga Rossiyadan kelgandan bir shu bilan ovoraman. Qana qilyapman bu yerga. O'zi bu tomonda qushlarim bor. Bu yerga eng noyoblarini, eng saralarini qilmoqchiman. Holiga kafel o'rnatdi, changimasligi uchun, yerdan zak chiqmasligi uchun. Buni foydalari ko'p asli. Mana bunaqa sistema o'rnatganmiz. Ichkaridagi havoni tortib chiqib ketib, sirkulyatsiya qilishligi uchun. Bu qushlar uchun juda ham foydali. Sababi qushlar tulayotganda mayda puq patlari chiqadi. Mana bu sistema tortib chiqib ketadi hamda changlarini, xonaning ichidagi gazli havoni tortib chiqib ketib, havosini tozalab turadi. Ayniqsa qishda mana bu oldini to'samiz salafan bilan. O'shanda ichkarining havosini tozalab turadi. Toza havo bo'ladi, xudo xolasa. Bu yerga Xitoy qafaslardan teramiz, bunaqasiga aylantirib, hamma tomoniga. Xolos chiroyli ko'rinishga keltirib oldik. Bizni kuzatib turinglar. Hali ko'p foydali ma'lumotlar, hali videolarimiz oldinda. Bu yerga eng saralarini teramiz. Sizlar bilan birga. Instagram sahifamga har kuni video qilyapman. Sotiladigan qushlarni ham video qilib tashladim. Hozir mana shu videoda sotiladigan qushlarni ham birma-bir ko'rsatib o'taman. Qushlarimiz mana shu babichkalarimizda sotiladiganlari bor, qaralar. Mana bu qushlarimiz sotiladi. Green apalin bilan oqbash apalinlar. Kelganimda gnezoid olgandim. Kelganimda video qilganimda bitta gnezoid qo'ydim, bittasiga kirib o'zi ikkita tuxum qo'yib qo'yibdi. Hammasi 5 para qush, hammasi ishlab turgan, ishlab yurgan qushlar. O'zim hammasini bolalatganman, bolasini olganman. O'tgan safargi videomda aytib o'tdim. Rossiyadaligimda даже gnezo ilinmagan bu qushlarga. Gnezo ilingan, bunaqa qopqog'i tushib ketgan, qaytib qo'yilmagan, shuning uchun tuxum qo'ymagan, ishlamagan. Bu yil ishlamagan, o'tgan yil lekin ishlagan qushlar. Hammasi sog'lom, 100% hammasi para. 5 jup, 5 jupini 3 millionga berib yuboraman. Olasiz, baraka topasiz. Sababi ishlamaganligiga bitta gnezo ilganga hammasi kirib talashib yuribdi. Bu yerda pepchilar, rubin. Bu rubin pepchilarni men qimmatga olganman. Sababi bularda men Marg'ilondan oranjoviy pepchida bollari bular. Qonida oranjoviy bor. O'zimda ham oranjoviy bola bergan mana shu qushlar. Bu yerda 3 jup bor, hammasi rabochiy paralar. Men o'zimda podvalda ishlagan 4 tadan 5 tadan bola olib chiqqan. Bu yil mana yonida Aratinkamini Aleksandr bor edi. O'shalarning ovozidan qo'rqdimmi, bu yil ishlamadi. Keyin rosa ishlaydigan paytda bular tuladi. Endi hozir tulovlardan chiqib tayyor bo'lib turibdi, kuzga xotirjam ishlayveradi. Maqsad bularni sotishdan maqsad ishlamagan yo charchagan emas. Bu qushlar zo'r, qushlarga garantiya. Nariga tomonga Xitoy qafasi olishimiz kerak. Shunga sotib olyapti. O'zidan chiqarmasak, rasxod ko'payib ketyapti. Aleksandr qushlarimiz. O'zi asli Aleksandrlarim ko'p edi meni. 2 jup Aleksandrim bor edi. 2 jupini sotib, mana bunaqa gigantini eng zo'rini olib qo'ydim o'zimga. Endi bularni ham sotib olmoqchiman, chunki faqat mayda qush qilmoqchiman. Mana bunaqa perforiydi limonlaridan olganman. Shunaqa qushlar qilmoqchiman mana. Perforiy limon turi. Ana bunaqa qimmat papugaylardan olganman, qop-qora qimmatidan. Mashaqa qilmoqchiman. Chunki katta qushlarni men zo'r ko'paytira olmayapman. Rossiyaga ketaman, uydagilar zo'r qaralmaydi. Shuning uchun katta qushlarga nobih bo'lganligi uchun vaqtida unaqa qilish olmayapti, qarash olmayapti. Eng qushlarni maza qiladigani mana bunaqa paytida qo'llari chiqib yursa do'ngga tushib, shunaqa joyda maza qilinadi. Foraslar
Bu yerda maladoy qushlar tushyapti. Mana. Maladoylari tushyapti. Radojniy babichkani maladoylari tushyapti. Mana bunaqa toza qanot radojniy bolalari tushyapti mana. Kallasini moralatib turibdi. Mana bu yerda ikkitasi o'ziga tushgan. Mana toza fiyoletiga radojniy qushlar. Bulardan ham bor bir 20 tacha tushib qoladi. Hozir bir 4 ta 5 tasi tashqariga tushgan. O pastda mana pastdagilar tushgan. Mana. Bular ham o'sha mana otasini ko'raveringlar. Toza qanot radojniy gladkini bolalari mana. Bu yerda hammasi chiqmagan. Yana gnizdoni ichida yurganlari bor. Bir hafta 10 kunda xohlasa chiqib qoladi. Bu yerda ham radojniylar o'nga tushganlari bor. Mas qismi sotiladi mana. Videoda qo'yib ketaman. Yangi para. Keyin toza andulkani bolasi bor. Ota-onasi yirik, chiroyli narsalar. Judagam go'zal qushlar bolalari, bir dona bolasi bor. Bu safar bir dona bola bergan. Bu ham sotiladi. Narxi 250 ming. Solnechni aratinka qushimizni kelgan kunimiz jo'jasi bor edi. Jo'jasi bor, sotib hozir o'zi mana istalab ko'rdim, bosishyapti. Finant qushimizni bir dona bolasi bor. Katta bo'lib qoldi. 10 kunda donga tushadi. Bir dona ochgan. Keyin mana bu yanday aratinkamizni yanday deyiladi, mana bunaqa qanot ko'ki. Yanday aratinkamizni jo'jasi bor. Keyin solnechni aratinkamizni jo'jasi bor. Endi ochishni boshladi, to'rtta tuxum bor edi. Ularni ruchnoga agar biror kim qiziqsa, bir 10 kundan keyin sotishni boshlaymiz. Ikkalasida to'rttadan urug'langan tuxumlari bor. Bezovta qilmaydi, qaramadim. Kecha qaraganimda o'zi ochishni boshlagandi. Shu bir haftaning ichida hammasini ochib bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar. Instagramga o'tib obuna bo'lib qo'ysalaring, Instagramda muloqot qilish osonroq. Chunki har kuni Instagramga video yuklayapman, istoriya yuklayapman. Mana bu yerda mana bunaqa babichkalarga rosa yetilganlari bor. Ikkitasi sotilmaydi buning ichida. Endi hammasini gala qo'yib yuborganmiz, shayda uchibdi. Mana bunaqalari sotiladi mana. Shapka gullari va zo'r. Bu yerda bir 10 tacha sotiladigan qushlarimiz bor. Lekin mana buni olgan odam baraka topadi. Chunki qushlar rosa kuchga to'lib yetilib turibdi. Hozir bolasini tuxumini ko'rsataman. Yangi qo'ygan tuxum. Eski tuxumini qo'yib ko'rsatmaydi. Ota-onasi. Yangi mana endi qo'yishni boshlayapti. O'zi bir haftaga bo'ldi gnezdo ilganimga o'zi mana tuxum qo'yishni boshlagan. Agar 5 ta gnezdo yesam hammasi qo'yadi. Lekin biz bu yerda bo'shatishimiz kerak, shuning uchun sotib yuboryapman.